Oldingi ko'rsatuvlarimizdan birida sizlarga o'rtoqlar tezyurar poyezd obzorini qilib ko'rsatgandik. VIP klassini, ekonom klassini, o'rtacha klasslarni yaxshilab obzor qilib ko'rsatgandik. Ana endi bugun navbat kambag'allarning poyezdi. O'zimizga o'xshagan kambag'al odamlarning poyezdini obzor qilib ko'rsatamiz do'stlar. Bunda ham o'zining o'rtacha klassi bor, ekonom klass, biznes klasslari ham bor. Sizlar bilan Kamina Kamtar Muzaffar hamda turmush o'rtog'im Lida. Qani, boshladik. Mana shu ko'rib turgan vokzalimiz do'stlar, taxminan 70-yillarda qurilgan eski vokzallardan. Bu vokzalda faqatgina sekin yuradigan poyezdlar yuradi, tez yuradigan poyezdlarni vokzali alohida. Shaharda ikkita vokzal bo'ladi. Bittasi shunaqangi sekin yuradigan poyezdniki, ikkinchisi tez yuradigan poyezdniki. Mana shu kirib kelaverishimiz. Ichkaridan xohlasak biletlarni olishimiz mumkin. Xohlasak do'konchamiz ham bor. Hozir ichkarini obzor qilib ko'rsatamiz. Mana do'stlar, vokzalning ichiga ham kirib oldik. Ana endi bu yog'iga bizning vokzalimiz sizlarga Lida obzor qilib beradi yaxshilab. Vokzalga kirib kelishinglar bilan shunaqa o'tiradigan o'rindiqlar bor. Kirib, bemalol poyezdlaringizni kutishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, kichkina vokzallarda odamlar kam bo'ladi. Bo'sh o'rinlar juda ko'p, o'tirib bemalol kutishingiz mumkin. Va albatta hamma yerda bo'lgandek hojatxonamiz ham bor. Kichkina do'koncha ham bor. Yeb-ichishga bemalol o'zlarini narsalarini olaverasizlar. Vokzalimizda shunaqa qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlarimiz mavjud va bilet sotib oladigan maxsus joylarimiz ham bor. Chap tomonda. Shu bilan bo'ldi o'rtoqlar, vokzalimizda unaqa hech narsa yo'q boshqa. Endi kichkina vokzal o'zingizlar bilasizlar. Bizning o'chiritimiz ham keldi do'stlar. Odamlarni ko'rib turibsizlar ko'pligini. Endi poyezdimizni ko'rgani boramiz. Mana do'stlar, o'zimizda uzun poyezdimiz. Buni boshi ham do'stlar, oxiri ham ko'rinmaydigan poyezdlardan. Vokzalimizni ko'rib turibsizlar do'stlar, 70-yillarda qurilgan vokzal uchun anchagina yaxshi. Kattagina. Endi bilasizlar, Xitoyda odam ko'p, o'shaning uchun vokzal ham shunaqa katta. Yana bir ma'lumot do'stlar, sizlar uchun shunaqa ikkita bilet olganmiz. Lidaga VIP klassdan oldik, menga ekonom klassdan oldik. VIP klassi plus tomoni shunda eshikdan chiqishingiz bilan, mana shu eshikdan chiqasiz, shunda sizning vagoningiz oldingizda bo'ladi. Agar ekonom klassda bo'lsa, u oxirida bo'ladi. Bu yog'i ham u oxirida bo'ladi, agar ekonom klass olgan bo'lsanglar. Biz hozir Lidaning vagoniga kiramiz. Keyin mana vagonimga o'tamiz. Do'stlar, men biletimni ko'rib turibsizlar. Bu ekonom klass. Aynan xuddi shu joydan men o'zim uchun bilet olgandim. Lekin ko'rib turibsizlar, o'tirish nasib qilmadi. Odam juda ham ko'p do'stlar. Siluetkadek tiqilib ketyapmiz. Bir tomondan 3 ta odam o'tiradi, bir tomondan 2 ta odam o'tiradi. Obzorimizni qiladigan bo'lsak, mana bu tomonlarimizda chemodanlarimiz bor do'stlar. Chemodanlarni qo'yib hamma ko'rib turibsizlar, to'la do'stlar. Ekonom klass bekarga ekonom klass emas-da. Zo'rg'a tiqilib ketyapmiz. Ko'ryapsizlar, biletlar qolmaganidan turib ketadigan biletlar ham sotilib bo'lgan do'stlar. Turib ketadigan. Mana bu tomonimizda do'stlar, issiq suv har doimgidek bilasizlar. Lag'monlarni tayyorlashni yaxshi ko'radi. Shunaqa roltindan olib, issiq suvda ovqatimizni tayyorlab yeb ketsak bo'ladi do'stlar. Tamburda o'rtoqlar, tamburda joy yo'q. Joy yo'q umuman. Sumkalar, ryukzaklar hammasi to'la. Bu odamlarchi do'stlar, bu odamlar oddiy odamlar, ya'ni kimdir svarshik, kimdir taksist, kimdir oddiy o'qituvchi, shunga o'xshagan oddiy odamlar, o'zimizga o'xshagan. Ya'ni poyezdni kambag'allar poyezdi deb nomlaganim bir noto'g'ri tushunmanglar. Men kimdir kambag'al yoki boyga ajratadigan odam emasman. Shunchaki bir kambag'allarning poyezdi degan ma'noga juda bir mos keladi-da. Xitoyliklarning poyezdini bir eng g'alati joyi tamburda. Mana shu joyda sigaret chakda bo'ladi. Ya'ni rasman unaqa taqiqlangan emas, sigaret chakib ketsanglar bo'ladi. Mana shu joyimiz pepelnitsa joy hisoblanadi. Bemalol sigaretlarni chakib, pepelnitsani shu yerga to'kib ketaverasizlar. Voy, uzr. Mana shu ozgina ventilyatsiya bo'ladi, shamol aylanadi. O'shaning uchun ko'rasizlar, oyoq qo'yishga joy yo'q do'stlar. Oyoq qo'yadigan joyimiz yo'q. Bu obzorimiz sal g'alati bo'lib qoldi endi. Xafa bo'lmaysizlar. Shunaqa do'stlar, Xitoyda 1,5 milliard aholi yashaydi. Hammaga ham tez yurar poyezdi yetkazishi iloji yo'q. Voy. Juda ham qiyin, Ozgina nafas yetishmay qoldi.
Bizda turgan joyimiz do'stlar, kuxnya hisoblanadi. Kuxnyada mana ko'rib turibsizlar, peshonamni terlab ketdim, уже nafas yo'q. Odam nafas ola olmayapti. Odam shunaqangi ko'pki, bu suvimiz 4 yuan turadi. Oddiy do'konlarda, oddiy do'konda 4 yuan turadi. Hozir bu yoqdan 8 yuanga sotib oldik. Bu yoqdan yana qo'shimcha menyularimiz ham bor, shunaqa. Ovqatlarni tanlashingiz mumkin. Ovqatlar 2 barobar qimmat. Olishni maslahat bermayman. Bekarga bitta issiq suv yo'qda, odamlar rolton tayyorlab yeydi. Chunki qimmatda ovqati. Mayda-chuda yer yong'oqlar bor do'stlar. Bemalol olib yeyishinglar mumkin. Kukuruzlar bor, endi bilasizlar. Hamma poyezdda ham bunaqa narsalar bo'lsa kerak. Odamni to'laligini ko'rib turibsizlar. Yo'q, o'tirishga joy yo'q, ko'tingizni qo'yadigan joyingiz yo'q. Ekonom klass bekorga ekonom klass emas. Bir xil paytlarda shunaqangi yo'lda o'tiradigan joy bo'lmagandan keyin odamlar ozgina pul to'lab bo'lsa ham endi o'tirib ketish uchun shunaqangi ovqatlar zakaz qilishadi. Agar ovqat zakaz qilmasangiz, bu yoqda o'tirish mumkin emas. Shunaqangi qoidasi bor. Oshxonamiz haqida ozgina qisqacha gapiradigan bo'lsak, dasturxonimiz bor. Usti anaqa stiklanniy nima deydi-ku? Narsani qo'yib qo'yishgan, oddiy sun'iy atirgulimiz bor. Pardalari yopsak bo'ladi, lekin panorama juda ham chiroyli do'stlar. Bemalol manzaralarni tomosha qilib ketsak bo'ladi. Ana endi keyingi vagonga o'tamiz. Mana do'stlar, keyingi vagonimiz bu o'rtacha klass hisoblanadi, ya'ni plaskart. Kirib kelishimiz bilan tualet bor. Tualetda odam bor ekan. Ha, yo'q, odam yo'q ekan. Endi tualet o'rtoqlar, bilasizlar, Sovet paytida jabr tualetga ahamiyat berilmagan. Oddiy kirasizlar, shunaqa qo'lni yuvish mumkin, suv bor. Suv bor, Xudoga shukr deydi-ku. Bo'lmagachamiz bor, oddiy oynamiz bor, ko'rib ketsak bo'ladigan. Tualet yerniki, bunaqa unitazli emasda, yer tualeti. Endi Xitoyda juda bir nima? Распространенный tualet bu. Keyin do'stlar, bu yoqda yana issiq suvimiz bor. Ko'rasizlar, ro'tinlarni kimdir to'kib tashabdi. Suv to'ldiraman deb. Oddiy xodimlarimizning kabineti bu. Yopiq, bu yoqqa kirib yotmaymiz. Do'stlar, bu vagonimiz do'stlar plaskart hisoblanadi. O'zimizda ham bilasizlar, bunaqa 2 qavatli vagonlarda o'rtoqlar odamlarimiz ketadi. Lekin Xitoyning plaskarti sal boshqacharoq do'stlar. Nimaga deganda, hozir bir pustoy vagon bo'lsa, sizlarga ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Vagonga kirganingizda shunaqa o'ng tomonda o'tiradigan joyinglar bor. Bemalol o'tirib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa qo'lni qo'yib suyanib ketadigan joylari ham bor. Tagida nomerlari yozilgan. Nechinchi plaskartligi. Qani ketdik. Odamlar yotibdi, ko'ryapsizlar, hozir yaxshilab. Mana shu pustoy vagonnimi? Bunisini mana shu vagonni sizlarga hozir obzor qilib beramiz do'stlar, qaranglar. Kirib keldik, plaskart. Birinchi qavatimiz past, yetarlicha past. Qaranglar, o'tirganinglarda meni boshim уже tegyapti. Xitoyliklar bo'ylari sal pastroq bo'ladi do'stlar. Menikiga tegyapti. Birinchi etajimiz anchagina past. Ikkinchi etajimiz bor do'stlar. Eniga ham anchagina tor do'stlar. Men bunaqa poyezdda yurganman, kechasi bilan uxlab ketganman. Bunaqasiga eniga menga juda torlik qilgan. Bo'yiga lekin normalniy edi. Eniga ancha torlik qilgan. Yostiqlarimiz bor do'stlar. Adyollarimiz bor. Yetarlicha toza, unaqa bir kir joylari, bir dog' joylari, unaqa joylari yo'q. Yaxshi bir ximический nimalar yuvadi. Ovqatli yeyman desanglar, mana shunaqa. Menga neudobniy, endi Xitoylarga udobniy. Stolimiz bor. Bemalol ovqatinglarni tayyorlab olib, shu yerda yeb ketsanglar bo'ladi. Yomon emas, pastga chemodan qo'ysa bo'ladigan joylar bor. Mana kimdir chemodanni qo'yib qo'yibdi. Bo'yimiz bilan tikka turganimizda shunda qo'limizda cho'zamiz do'stlar. Nima bu? 3-etajimiz do'stlar, 3-etaj. Sizlar o'ylagandinglarki, poyezdda faqat 2 etaj bo'ladimi? Yo'q, do'stlar, biz Xitoydamiz. Xitoyda 3 etajli bo'ladi do'stlar, 3 etajli. Mana shunaqangi 3-etajlarda ko'p yurganman. Hozir men sizlarga yaxshilab obzorni qilib ko'rsataman. Mana ham temirni ko'ryapsizlar, a? Bu temir bilan 2-etajga chiqamiz. Mana bunmi temir bilan? Biz 3-etajga chiqamiz do'stlar. Qani? Eson-omon deydi-ku. Oyog'imizni qo'ydik. Voy. Xomchimizligim bilinadi-da shu yerda ham. Ha. Hozir men sizlarga yaxshilab tepaga chiqib qo'ygandan keyin obzor qilib ko'rsataman. Voy. Qani? Xotinjon, kela qol. Xotin demang. Ha, nima dey? Xotinjon, kela qol, menga ber. Qani do'stlar, uzoqda qolib ketdinglar. Voy.
Do'stlar, men ko'rib turibsizlar, men ko'ryapman degan umiddaman yaxshigina. Men boshim sig'ayotgani yo'q, lekin sizlarga obzor qilish uchun ko'rsataman mana. Yostiqlar, o'sha hamma narsalari bor. Adyollari, do'stlar, mana shu yerdan konditsioneri bor, sovuq kelib turibdi, juda yaxshi. Mana bu yerga chemadan qo'yiladigan joyimiz, do'stlar. Endi bu komfort deganda komfort qiladi deganda komfortni emas. Shunchaki nomi komfortning. Eniga ko'ryapsizlar, men shunda qo'limni qo'ysam mana. Bo'lsa, tushib ketmasligi uchun yaxshi temirlari bor, bunisiga gap yo'q. Bunaqa veshelkachalari bor. Svet yoqsak bo'ladigan joylari bor. Do'stlar, men bunaqangi vagonda yurganman. Yotib ketganman juda ko'p. Qulaylikka 8 soat chidasa bo'ladi. Unaqa bir 2 kun, 3 kun yuradigan poyezd emas bu. Ana endi amallab tushib olsam bo'ldi. Do'stlar, O'zbekiston temir yo'llarida bir narxlarni oshirganda juda bir qarg'ish tegiga qolgandi O'zbekiston temir yo'llari. Agar O'zbekiston temir yo'llari narxlarni oshirmoqchi bo'lmasanglar, sizlarga murojaat. Shunaqangi uchata chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin muammo, agar O'zbekistonda poyezdlarni uchata chiqib qo'ysanglar, endi yosh kattalar chiqa olmaydi-ku. Baribir qarg'ish tegida qolasizlar, do'stlar. Nima bo'lganda ham sizlarni qarg'ish uraveradi. Endi amallab qaranglar, do'stlar, odam bo'yi tengi joyda turibman. Oyog'imni qo'yish juda qiyin. Men endi yosh bo'lishimga qaramasdan baribir semizmanda, semizmanda juda qiyin. Yosh qari odamlar chiqarmaydi bu yerga. Lekin xitoylik qari deganda endi yosh katta 60-70 lik yoshdagilar ham juda bir chaqqon bo'ladi. Tir-tir chiqib ketaveradi xitoyliklarni. Juda bir fizический подготовкасы zo'r. Dadaga o'xshab. Qani ketdik, do'stlar. Odamlarni ko'ryapsizlar, TikTok ko'rib o'tirishibdi. Manzara yomon emas. O'ylaymanki, terlab ham ketdim chiqib tushguncha. Odamlar ketishyapti, kimdir semichga chaqirib, kimdir suhbat qurib, mana bunaqa muzikami nimadir. Menimcha qo'shiq eshitib ketsa bo'lsa kerak bu joyda. Do'stlar, bu poyezdimiz ovozini ko'ryapsizlar. Ovoz yo'q deyarli. O'zbekistonda poyezdlar nimagadir tiq degan ovoz chiqarib ketadi. Bu yoqda unaqa ovoz yo'q unaqa. Bemalol gaplashsangiz, o'zingiz eshitib ketaverasiz. Yaxshi, odamlar hattoki uxlab ham ketishyapti. Mana do'stlar, bu o'rtacha klassimiz edi. Kambag'allar poyezd haqidagi o'rtacha klass. Nima uchun kambag'allar poyezdi deb endi aytayapman? Bu gap o'zi noto'g'ri baribir. Nimaga deganda, bu poyezdda yuradiganlar asosiy qismi oddiy ishchilar hisoblanadi. Kimdir svarchi, kimdir taksist, kimdir elektrik, kimdir ko'chalarni tozalaydigan odam, kimdir oddiy oshpaz, o'zimizga o'xshagan odamlar, ya'ni. Xitoyda o'rtacha oylik taxminan 600-700 dollar. Agar kimdir 2000-3000 dollar topadi oddiy odam ham deb o'ylagan bo'lsa, xato qilasizlar. Yo'q, do'stlar. Xitoy hali-haligacha arzon ishchi kuchiga tayanadi. O'zbekistonda endi kimdir o'ylashi mumkin, xitoyliklar yaxshi yashaydi deb. Zo'r yashaydiganlari ham bor. 1,5 milliard aholi bo'lsa, do'stlar, taxminan 500 million aholi juda zo'r yashaydi, mazza qilib yashaydi. Mana shu Yevropa, Amerika qanaqa yashaydi, shunaqa yashaydi. Lekin qolgan 1 milliardi shu 500 million yaxshi yashash uchun ishlaydi har doim. Let's go. Kutib qolishdi orqadan. Mavzuyimizni davom ettiramiz. Mana shu 500 million xitoylik yaxshi yashash uchun 1 milliard hattoki oddiy xitoylik ishlashiga to'g'ri keladi ertaga kech. Xitoyda ish jarayoni juda ham qattiq. Xo'jayinlar ishchilarga juda ham bir sovuq munosabatda bo'ladi. Kech qolsa ham shtraflar qiladi. Xullas ko'p ishlatadi. Mana O'zbekistonda har xil tenderlar bo'ladi. Iqtisodchi sifatida gapiraman. O'zbekistonda har xil tenderlar bo'ladi. Deylik, shahar olimpiadasi Toshkentda qurildi. Olimpiada shaharchasi to'g'rirog'i. Toshkentda qurildi. Tender bo'ladi. Tenderda hamma qatnashadi. Fransuzlar, inglizlar, nemislar, xitoyliklar, koreyaliklar. Ko'p holatda, 90% holatda tenderlarni xitoyliklar yutib oladi. Nima uchun? Tez qurib beradi va arzon qurib beradi. Nima uchun arzon qurib beradi desiz, xitoyliklar o'zini mana shunaqa oddiy ishchilarni shunda oladi. O'rtacha oyligi 600-700 dollar bo'lgan ishchilar o'rtoqlar hammasi. Svarishki ham, malyarishki ham, shopiri ham hammasini shunda oladi, O'zbekistonga olib keladi, ishlatadi. Shunda arzonroq tushadi, do'stlar. Nimaga arzonroq? O'zbeklarimiz ham xuddi shu pulga ishlaydi-ku desangiz, yo'q. Xitoyliklar birinchidan 8 soat emas, 10 soat, 12 soat ishlashi ham mumkin, ya'ni xo'jayin kelib bo'ldi, mana shuni bitirib qo'yinglar oxirigacha desa, yana 3 soatlik ish bo'lsa, 3 soatlik ishini qiladi, do'stlar. Xitoyliklar yo'q, qilmayman deb turolmaydi. Ikkinchisi,
Bular menga yaxshi joy qilib ber, palon joy qilib ber demaydi mana. Poyezdlarni ham ko'rib turibsizlar, 3 ta odam 3 etajli poyezdda nolimasdan ketyapti. Ya'ni oddiy ishchilar ham oddiy korobkalarda 10 ta 15 ta odam bo'lib yashashadi bemalol, muammosiz. Agar xitoylik kompaniyalar o'zbeklarni ishga oladigan bo'lsa, ovqatli qilib berish kerak. Endi bizning ovqatlarimiz bilasizlar, ancha baquvvat go'shtli bo'ladi. Xitoylik ishchilarni olib keladigan bo'lsa, do'stlar, Xitoylar oddiy guruch, kapusta bilan tovuq go'shti, shunda o'rdak go'shtini aralashtirib yuboradi. Bemalol yuraveradi. Bu tomonlama Xitoylar ancha arzonga tushadi ishchilari. Ana endi do'stlar, O'zbekistonga keladigan xitoyliklarning 80% xuddi shunaqa oddiy ishchilar do'stlar. O'zimizga o'xshagan odamlar. Bu 1-2 yil oldin vahima bo'lib ketdi-ku, xitoyliklar bosib ketdi, unaqa degan gaplar bor edi. Bu gaplar yolg'on do'stlar, xitoyliklar bilan bosib olish niyati yo'q. 80% oddiy ishchilar, xuddi shunaqa, ularning 10% ularning menejerlari, qolgani yana 10% turistlar. Bulardan hech qanday xavotir oladigan joy yo'q. To'g'ri, xitoyliklar yaxshi yashaydigan odamlar ko'p. Shunaqa oddiy yashaydigan odamlar ham juda ko'p do'stlar. Ana endi lyuks vagonga qarab yo'l olamiz do'stlar. Qani, ketdik. O'rtoqlar, lyuks vagonimizda mana shunaqangi qo'l yuvadigan joylar bor. Lyuks vagonni ko'rib turibsizlar. Yaxshi, sharoitlar zo'r, bunaqangi sovunimiz bor. Qo'limizni shunday yuvamizda suv bilan chayqaymiz. Lyuks vagonni nima deydi? Tozalaroq, hidi ham sal yaxshiroq ekan. Katta oynamiz bor. O'zimizga qarab ketishimiz mumkin bo'lgan. Ilgaklarimiz bor. Unaqa aslobiy bir tomoni yo'q. Bu yog'i do'stlar vagonlarimiz. Ko'rib turibsizlar, eshiklaridan shunaqangi yog'och eshiklar. Manzara yaxshi, yo'laklarimizni ko'ryapsizlar, bunaqangi o'tiradigan joylari bor. Zerikib qolganinglarda manzarani tomosha qilib, tabiatga qarab ketaverasiz. Xohlasangiz bunaqa pardalari ham bor. Yomon emas yurishimiz. Yaxshi, tiniq ketyapti. Endi bu vagon alohida bir qanaqa ishlanmagan, lekin hamma vagonlarga o'xshagan yaxshi ketyapti. Odamimiz o'tiribdi, mana ko'ryapsizlar. Bunaqangi kupeni ichida zerikib ketganda, shunaqangi zaryadchigimiz ham bor do'stlar. Bemalol telefonni zaryadga qo'yib. Endi telefon hozirgi kunda bilasizlar, juda ham bir kerakli narsa. O'shaqangi uzoq yo'llarda yurganda kinoni ko'rib ketishga yaxshi. Mana shu bizning joyimiz. Bizning kupemiz do'stlar. Eshiklarini ko'ryapsizlar, yog'och, chiroyli qilib qo'yilgan. Endi biznes klass bo'lgandan keyin zo'r bo'ladi-da. Kirib kelishimiz bilan 2 qavatli, o'rtoqlar 3 qavatli emas. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavatda o'rtasida joy ham yetarlicha. Shunda o'tirganingizdan keyin komfort mazza qilib o'tirib ketsa bo'ladi. Yostiqlarimiz bor, chiroyli, toza yostiqlar, nalochkalarni yaxshilab yuvishadi. Bunisidan hech xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Bo'lib ham biznes klassda. Shunaqangi adyal bor. Adyolni shunday yopib, qish paytlarida issiqqina ketsangiz mazza qilasizda. Chiroqlarimiz bor ekan do'stlar. Ishlaydi. Endi ko'p joylarda ishlamaydi shunaqa narsalar, mayda-chilar. Ko'z bo'yamachilik uchun qilib qo'yadi, Xitoyda unaqa emas. Hammasi ishlaydi. Bunaqa veshelkachamiz bor, ilib qo'ysak bo'ladigan, ovqat yesak bo'ladigan bunaqa stolimiz bor. Bu biznes klassda dasturxonli ekan bu narsa. Ekonom klassda dasturxoni yo'q edi. Musor tashiydigan narsamiz. Pardalarimizni ochib yopsak bo'ladi. Ana endi do'stlar, bu tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, temperaturani regulirovka qiladigan narsamiz bor ekan. Isib ketsa sovuqroq, sovib ketsa issiqroq. Men bu knopkamizni bilmadim. Termometr turibdi. Mana bu tomonda qaranglar. Agar nimadir kerak bo'lsa, endi borib, anaqa xodimni chaqirib kelmaysizlar. Shunda knopkani bosasizlar, xodim o'zi keladi do'stlar. Mana ham temirlarni ko'rib turibsizlar. Bu nima desanglar, o'rtoqlar, ikkinchi etajga chiqadigan narsamiz. Oyog'i qo'yamiz. Vofa deb ikkinchi etajga chiqamizda, amallab o'tirib olamiz. Mana bu joyimizda chemodanlarni qo'yadigan alohida bir joyimiz bor. Ruchnoy chemodanlar bo'lsa do'stlar, shunda chemodanlarni qo'yamiz. Ikkinchi etaj hamchi. Masalaga aytlam, zo'r. Mazza qilib ketyapti odam. Bu yoqdan ham manzara ko'rinadi oynadan. O'zini ushlaydigan bunaqa veshelkachalari bor. Yostiqlari hammasi o'sha birinchi etajnikidek bir xil, faqat nima deydi anu? Birinchi etajdan shovqin ko'proq bo'ladi, odam qarab o'tadi. Ikkinchi etajga qara olmaydi. Mazza qilib o'tirib ketsak bo'lar ekan. Faqat tushib chiqish qariyaroq odamlarga yoki menga o'xshagan sal xomsemiz bo'lsangiz qiyinroq bo'ladi-da. Qiynalib tushishga to'g'ri keladi. Voy. Voy jonim deydi-ku. Biznes klass shu o'rtoqlar. Yomon emas. Yaxshi. Puliga arziydimi, yo'qmi? Buni sizlar hal qilasizlar.
Pechkalarimiz bor, qishda issiqqina bo'ladi. Bunisidan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Farqini ayting. Agar Ha, do'stlar, Lida mana eslatdi yaxshi. Mana bu tepada ketadigan bo'lsanglar, sal arzonroq bo'ladi. Birinchi etajga qaraganda. Mana shu birinchi etajdan ikkinchi etaj taxminan bir 5% qo'shiladi. Agar pastga ketaman, tepaga chiqmayman desanglar, yana 5% qimmatroq pul berasizlar. Tepaga qaraganda o'rtacha. Shunaqa. Manzara yaxshi. Ana endi o'rtoqlar, sizlarga narx-navo haqida gapiradigan bo'lsam, men o'rtacha hisoblab ko'rdim narxlarni Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan yo'lni. Toshkentdan Samarqandgacha ekonom klassda o'tirib ketadigan vagonimizda o'rtacha 100 ming so'm pul bo'ldi. 3 tali vagonimiz bor. Ana 3 ta odam 3 qavatli plastik kartamiz. Uni narxi taxminan 180 ming 200 ming so'm bo'ldi. Mana bu VIP klassimiz, o'rtoqlar ko'rsizlar, 4 kishi yotadi bitta kupeda. Qulayliklari yomon emas. O'rtacha Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan yo'l, poyezd bu 320 ming so'm pul bo'ldi. Ana endi kambag'allari poyezdiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Sizlar bilan Kamina Kamtarin Yahyoyev Muzaffar va ham turmush o'rtog'im bo'lmish Lida. Sizlar bilan Yahyoyevlar oilasi edi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.